Hammaga salom bolalar. Bo'lmishning hayoti ikkinchi qism boshlandi bolalar. Bugun bizni planlarimiz anchagina. Nimalarni rosa asab ketib. Yo'qol batdan. Kush. Kush tezroq. Asab ketdiysa. Tak. Bolalar, bugun biz chiroyli qilib uylarimizni oldini bir yasatib, daraxtlar, ortiqcha narsalar olib tashlab, chiroylikgina ferma qurib, mana yo'llarda, yo'lakchalarni to'g'rilab, mana lavani ham o'ziga keltiramiz, ajoyib qilib tekstura yaratamiz chiroyli qilib. Bunaqa bo'lsa, bolalar, bo'lmasam boshladik biz. Birinchi mana shuni yo'qotib olishimiz kerak mana shu yerdan. Mayli, bu o'zi tushib ketsa kerak, biz ungacha mana bolalar, bu bizning uyimiz. Uyimiz hozircha shunaqa ahvolda. To'g'ri, katta qilib ko'p odam aytayapti kommentariyada, katta qilib siz uyda deb. Bu hech nima qilmaydi bolalar. Bu omborxona qilib qo'yamiz, o'zimizga chiroylikgina uy quramiz. Va mana bitta kuchukcham paydo bo'ldi bolalar. Mana, tekib bosib qo'ysam o'tiradimi? Mayli, bu yonimizda yuraversin. Tak bolalar. Bizni hozir planimiz mana shu yo'lakchani chiroyliroq qilish. Mana shu teponni yo'lak, o'zimizga yo'limizni anchagina chiroyli qilib olish. Bu uchun biz hozir yo'lni to'g'rilab qo'yishimiz kerak mana ularni. Ochamiz chiroyli qilib. Значит, bizga hozir ana bo'lsa. Tak. Shunday qilamiz. Tak. 1 2 3 4 bo'lsa, bu yo'laklarni olib tashlaymiz. Tak, bunaqa qilsak lekin yo'lak xato ish bo'lib ketayotganda, buni ham to'g'rilaymiz hozir yo'l. Yo'l mana shu bizning uyimizga chiroyli bo'lishi kerak. Tak, bitta uxlab turaylikmi? Yorug' bo'ladi. Bitta uxlab turamiz bolalar. Kir uyga it. Oche. Bitta uxlab turamiz bolalar, bo'lmasam kunduzi ishni boshlaymiz. Tak, ketdik bo'lmasam. Eshikni ochamiz. Mana ortiqchalarni olib tashlaymiz. O, creeper yuribdi, creeper. Uyimizni oldini ancha chiroyli qilamiz. O, strannik. Qani nima sotyapti? Так, sinaga izumrud beryapti. Tak, нормально сделка. Так, nima qilyapti bular? Oching. Vallahi mana ancha ochib oldik. Bu yerni. Voy, urib yubordim buni adashib. One shot qiladi hozir. Волк был убит железным големом. Voy, itim o'ldirib qo'ydi golem. Pishirib qo'yganda meni uyim oldida bularga. O'ldirib yubordi-ya. Qoch. Endi bu qolovda uyimga kirmagan. Yana bo'lsa. Peki. Yo'qale. Shu omborxonaligicha qoladi shekilli, va buni olib tashar ekanman baribir. Mana shundan zina qilib qo'yamiz endi bakka. Mana. Buni uyimiz biz. Endi bizga nima kerak bolalar? Biz to'g'rilab chiqishimiz kerak bularni endi. Mana bizning daroshkamiz. Bular yaxshiligimni bilmaydi-da, afsuski mana hayvonlar. Tosh kerak menga. Tosh kerak menga. Yo'limiz bo'ldi. Yana bitta mana buni ham qilish kerak ekan. Bitta ochib qo'yaveramiz endi. Bo'ldi. Endi lavani ustini qanaqa qilib yopsak bo'ladi bolalar? Yaxshiroq ideya kerak bizga. Most qurish kerak baqa, most qurish kerak qanaqadir qilib. Nimaga men joyimga yotib olaveradi bu? Yo'qale. Halo urib asabimga tegdi. Bular nima men uyimga kirib yotib olaveradi? Boshqa joy qurib qo'yganmi bularga? Ana zina bo'ldi bolalar. Anne. Tak, zina bo'ldi. Bo'lmishning hayoti o'zgaryapti bolalar. Bo'ldi. Mana zinamiz tayyor bolalar. Endi uyimizga bo'lgan yo'l chiroyliroq bo'ldi. Mana kelamiz matdan. Endi bolalar, uyimizni oldiga biz chiroyli qilib ikkita daraxt ekib qo'yishimiz kerak. Bunaqa qilamiz. Bunga alohida tak mana uyimiz oldidan 1 2 3 4ta qilamiz-da. Bunaqa qilamiz. Tak, yana qilamizda, olib turib buni. Tak. Ana.
Yana xuddi shuni ro'parasiga endi maytga qilamiz buni. Mana daraxtimiz tayyor. Uyimiz oldi, mana ikkita daraxt bor chiqishimiz kerak. Buni oldik. Daraxtim o'sib qoldi. Ko'rdilar, to'dirab qoldim. Ko'rdilaring va shu dahshat bo'ldi. Mana shunaqa daraxt qolyapti-da, men uzun. Yana nima qilmoqchiman bolalar? Men endi ferma qurmoqchiman, bitta chiroyli. Fermaga bizga hozir nima qilamiz? O'sib tursa mana masalan chiqqanimizda mana bu tarafga mana shunaqa fermamni qilsam bo'ladimi? O'ng tarafimga nima deysizlar? Uyimni yonginasida ili bu tarafga qilaymi? Qayt kattaroq ekan, shu yerga qilaymi? Mana shu yerga qilamiz. Bitta как раз suv ham yonida ekanda. Demak, yana kattaroq qilishimiz kerak. Uni ham olib tashlaymiz endi. Demak, biz fermamizga boshladik ishda bo'lmasam. Tak. Ikkita. Bu taraf qo'ylardiki bo'ladi. Qo'ylardiki. Uyimga kiraverib shular jonga tegdi-da. Bo'ldi. Tak, endi bolalar, biz hozir shu fermamizni tugatib olishimiz kerak. Fermamizni tugatsak, mana ikkinchi daraxtimizning ustida bolalar qaranglar qana chiroyli bo'ladi bu. Mana hali kosniy mukamiz yo'q. Ana kosniy muka qilsak dahshat bo'ladi. Tak, uyimiz oldidagi daraxtlar ancha zo'r bo'lib qoldi. Fermamiz почти tayyor. Endi bizga hozir yoniga yana bitta mollarni yashaydigan joy bo'lishi kerak. O'rtadan proxod bo'ladi. Endi maytga zaborimizni qo'yib qo'yamiz. Mana zabor bo'ldi. Tak, yaxshi. Qo'lingda ishlasan. Narsa qiziqyapsan men orqamda yurgani. Endi bizga yem kerak bolalar. Mana shularda fermerlari bormi bularda? Biror narsa yasashganmi, qurishganmi? Yo, o'zimiz boshlaylikmi? O'zimiz boshlaymiz bolalar. O'zimiz qilamiz hammasini. Itni o'ldirishganiga chidolmayapman men. Tak, bambukni ham olib kelamiz bolalar, chunki biz nima qilamiz bilasizlarmi? Biz qog'oz qilamiz, qog'oz yasashimiz kerak. Tak, 3 ta. Biz 3 tadan boshlaymiz bolalar, farqi yo'q bizga. Biz shu kichkinagina hamma narsani sekin boshlaymiz. Tezda bo'lib ketish shart emas. Pisokov olamiz, shu bambukimiz o'stirgani. Ayniga ham yasaymiz-da, chunki. Bo'ldi, olamiz buni. Biz suramiz batdan. Tezroq. Mana yo'ldan bambukni ham olib ketamiz. Bu bizni daraxtlar, qaranglar, bizni daraxtlar bolalar. Chetdan ko'rinyapti. Yonidagisi ham o'sib chiqdi shekilli. Vashe bo'ldi. Уже biz zo'r narsa o'ylab topdik. Tak, biz hozir baliq pishirib olib devor. Ana o'sibni ko'ryapsizlarmi bolalar? Yana bittasi qoldi, mana shu qoldi. Mana shuncha uzun bo'ldi уже. Fermachani boshladik bo'lmasa. Maytda bizni o'zimizni agarodimiz bo'ladi bolalar. Endi bizga temir ham kerak, bunga faqirda suv olib kelgani. Ungacha biz hozir makta искусственный yasaymiz, mana makta. Tak, qilamiz. Tak, endi bolalar, bo'lmasam biz boshladik. Qo'yamizda bug'doyimizni ekib chiqamiz. Bug'doymidi bu? Shinitsada. Rahmat. Endi yana nima bor? Bu nima ekan bu? Buni ham ekib chiqaramiz. Ekib qo'yamiz bularni ham, farqi yo'q. Tak, endi bizga bambuk kerak, bambuk. Bambukka alohida qilaylik, bambukni. Qilamiz. Ekib bo'larmikan buni unaqa joyga? Bambuk. Yo, bambukni bunaqa joyga ekib bo'lmas ekan. Bambukni lutchi mana bunaqa joylarga ekamiz. Mana pshenitsamiz tayyor bolalar. Yana bizga nimamiz bor edi? Tak, bizni mana bunaqamiz bor edi. Bularni ham ekib qo'yamiz. Hozircha boshlanishiga mana shu bo'ldi bolalar bizda. Buni yana chiroyli qilib chiqamiz. Hozir bizga endi temir kerak-da, temir. Mana ortiqcha narsalar qo'yamiz deb nimaga kovlagan shaxtaga tushib ketamiz. Tak, daraxtimiz o'smadimi?
Tak, orqadagi shaxtamiz. Hali shaxtani ham chiroyli qilamiz, bolalar, ketdik. Tak, bitta ideya bor menda. Bunaqa qilsak bo'ladi, qaranglar. Mana shu yerdan pastga kovlab tushib ketaveramiz. Norvon bilan chiqish kerak, norvon. Hozir norvon yasaymiz, hali eski joyimizga tushamiz. To'rtburchak kovlab ketamiz. O, kecham tushibdi-yu. Unda assalomu alaykum deb kutib turgan bo'lmasa. Bu kirib sashishat qilsa bo'lmasmikin, himoya qilsa bo'lmasmikin. Nima qilarkin men uyimda o'tirib olib bu. Mayli, bitta uxlab turaylik-da, hozir gaplashamiz bilan. Bor chiqib ket men uyimdan, bor chiqib ket. Mana erkaksan. Uyingni himoya qilsang bo'lmaydimi? Tak, почти bug'doyimiz o'sib qolibdi. Creeper men uyim ustida yuribdi. Qanday chiqib oldi aql u? Tak, bu daraxtimiz ham ancha o'sib qolibdi. Qaranglar, ancha o'zgargan endi. Endi biz bunga ideyamiz bor. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Mana endi bu ham o'ssa, bu ham dahshat bo'ladi. Tak, bolalar, biz hozir haligi ideyamizni qilamiz. Yoki o'ngga burilamizda. Endi kirkam singancha qo'lasam ham bo'lar ekan. Hozir sinadur. Ana şimdi. Bo'ldi, yetadi. Mana shuncha o'g'il ham bor. O'g'il kerak bo'lsa shu yerdan kovlaveraman. Tak. Ancha kovlab qo'yibmiz. Shaxtamizni kattaligini qaranglar. Voydod. Kechqurun yonar ekan bular. Rahmat. Qaranglar, qanaqa fermacham chiroyli mana. Bular nima bu pashsha to'playdigan? Go'zalligini qaranglar kechqurun. Tak, mana fermacha ancha kattalashdi bolalar. Bug'doyimiz ham birinchisi bo'ldi menimcha. Tak. Bitta pshenitsa bor endi, qo'ylar. Zombie. Yana bormi? Yaxshi. Himoyachim meni. Bizga birinchi o'chirib kirka kerak bo'llar. Tak, kirka kerak bo'lsa bizga bunaqa qilamiz. Daraxtimiz ham qolmabdi. To'g'rimi? Uxlab olaylik-da. Ishtimamiz qolmabdi bo'ldi. Tak. Baliqcham meni. Tak, hozir daraxt ishladik. Endi nima qilaman? Mana nimaga o'smayapti-ki, mana cho'ta. Ko'nglim g'ash bo'lyapti shunga. Prinsipda lopata hozir. Kelinglar, hozir ko'p o'ylanib o'tirmaymiz bolalar. Qiladigan ishni qilish kerak. Tak, yana norvon kerak bizga. Mana olib kiribdi creeperni o'zi bilan. Chort. Voy, hozir o'lganimda shunaqa. Voy. Eshigimni temirdan qilib qo'yaman shekilli-da. Creeperni o'zi bilan olib kiribdi, jim turadi yana. Hayvon. It. Hozir o'laman men. Balig'imni topolmayapman. Voy-da, hozir ozgina qoldi, o'lib ketardim itga o'xshab. Endi biz olib kelishimiz kerak aldab mol-pollarni. Qayerdan topaman men hozir endi molni? Birinchi o'chirib mol olib kelaylik. Qo'ydi nima bilan olib kelardi, esimda yo'q.
Qo'y ham shunda kelarmidi yoki somon bilan. Qayerda endi bu molchalar? Menga qo'y kerak bolalar, srochni qo'y kerak. Qo'y yoki mol. Qayerdan topaman men qo'y yoki molni? Bu yerda nima bor? O, mol. Mol. O, mana somon. Ke. Ke asal. Ke. Mana. Ke asal. Ke mana. Mana. Shitdaman bolajonim. Ke. Ke bolajonim, ke mana. Ke bolajonim. Hayır bolajonim, shu yerda qolasan tunimi. Tak, rosa ham uy qurish qiyin ekan bolalar. Oydod. Daraxtim ham qolmadi-ya. Bitta uxlab turamiz bolalar, kechqurun ishlamaymiz. Apasni. Bitta uxlab tursak, ancha yaxshi bo'ladi. Tak, bu mishning hayoti bolalar. Bugun nechinchi kun ekan bilmadim. O, nima? Ha. Yomg'ir ham qo'ndi deyapman. Tindi yomg'ir. Tak. Uyimiz oldidagi daraxtlar ancha o'sib qoldi bu. Nimalarni bo'shatib turaylik. Shular o'rniga chiroyliroq daraxt o'sib chiqsin, ekanmiz hozir. O'zimiz bolalar shu joyda vobshe chiroyli qilib tashlaymiz, qarab turinglar-da. Hali mana bunday yarimtaki daraxtlar. Hammasi mana shularni chiroyli qilib ekib chiqishimiz kerak. Usti yo'q, qandaydir ajoyib kasalga o'xshagan daraxtlar bo'ladi, unaqa kerak emas bizga. Nima bu invalid daraxtlar hammasi. Mayli bolalar, bu bo'mishning hayoti bolalar. Bo'mishning hayotida shunaqa narsalar uchrab turadi. Tak, bo'mishga nima kerak? Bo'mishga mana kerak. Olamiz, bo'mishning eshigini yopamiz. Bo'mishning hayoti juda qiyin. Uni bo'mish qilgan bu hayoti juda qiyin. Ikkinchi qavatga mana bunday yo'l qilamiz. Bo'mishim, bo'mish oyim, bo'mish jon. Aytga aynak qo'yamiz mana. Hamitga ham aynak qo'ysak juda chiroyli bo'ladi. Mana. Endi bakka. Mana. O, assalomu alaykum, bratim, bo'ldi-yu. Endi bakka bunaqa. Bu tarafda, mana shuni. Aynagim shu bilan qaytib bermasmikan? Yo'q, sen tushmasin deb qilamiz. Yangi stil qilamiz bakka. Yo'q, buni batdan olamiz. Mana uyu, ana uy sang. Nima kerak yana sen? Mana bizni yangi uyimiz bolajonlar. Mana shu yangi uyimiz biz. Qale, necha baho qo'yasizlar? Ay nechasi ham bor tepasida. Urotskiy bo'ldi-no, bo'mishga bo'laveradi. Bo'mish hayoti uchun bo'laveradi birinchisiga. Endi tak, bu vaqtincha uychamiz bo'ldi mana. Bu omborxonamiz edi bolalar. Bu bo'mish любой joyda yashaydi-yu, o'shaning uchun bu omborxona endi hisobda. Жесткий ferma qilamiz hozir. Жесткий ferma bilan shug'ullanamiz. Bo'ldi, уже boshqa sabrimiz qolmadi. Fermamizni от души ishlaymiz fermamizda. Unga bitta biror narsa berib qo'yib, bo'lmasa o'lmasin. Biz yaxshi insonmiz bolalar. Mana. Somonimiz ham bor, hamma narsamiz bor. Bitta uxlab tursak endi ertasiga borib mol qidirishsak ham bo'laveradi endi. Или полностью tugatib olaymi fermani? Zerikib qolmaysizlarmi axir? Tak, bo'lmasam polностью tugatib olayda buni.
chiroyli qilib. Keyin boshqa joyga o'tamiz, qaranglar. Tak, mana bolalar. Endi ancha kattalashadi dalamiz. Bo'ldi, yetadi. Jonga tegishdingmi sanda? Mana. Shu bizni fermachamiz bo'ladi endi. Tak, fermamiz hozircha shundan iborat bolalar. Boshqa hozir ishtimamiz yo'q. Endi pshenitsa kerak-da, ko'prog'ini nima deydi? Pshenitsa nima bo'ladi? Xullas, pshenitsa kerak-da. Tak, 4 ta bo'ldi bolalar. Bo'ldi. Biz endi jonzotlarni qidirgani borishimiz kerak. Shu bo'ldi, yetadi. Hayvonlar olib kelamiz. Tezroq biz olib kelishimiz kerak mol qo'ylarni. Hamma yo'qda itlar. Bu nima, qo'ymi? Ke bola. Ke. Da. Ke. Qo'y, kakras qo'y kerak edi bizga. Tovuqlarni ham olib kelsak bo'laveradi. Hozir birinchi shundan boshlab boramiz endi. Ke. Lavaga tushib ketma faqat. Ke, bah. Mana uyim bolajonim, mana. Ke. Kelor. Ke, mana. Mana. Hatta endi eshigimiz. Ke. Chetda. Bo'ldi, qolasan endi chetda. Uyim atroflarida yo'q, bironta jonzot yo'q, mazza qilib ferma qilaman desam. Mayli, mana shunisi zo'rda bolalar, shunisi hardcore bo'ladi, qiyin bo'ladi, mazza. Men mazza qilaman shunaqa narsalardan. O'zimizning qishlog'imiz, ha. Tak, o'zimning qishlog'im bo'lsa, demak maytlariga borishim kerak. Maytdan qo'y topdim hali. Ke, qo'y. Sani endi qachon olib borishni gapir endi. Ish qilib zo'rg'a olib kelyapman, bir narsa bo'lmasa bo'ldi-da. Qalay, it bo'lgan sani. Itni bolasi. Qo'yim qani? Voy, hozir aytib turdim, bir narsa bo'lmasin desam. Voyda. Voy, bitta qoldirmay o'ldiraman sanlarni endi. Va kelish. Qani yana bitta it. Baki. Ma. O'g'illamay o'l. It. Bo'ldi, shom bo'ldi, uyga qaytish kerak. Shomda uyga qaytish kerak bo'ladi. Shom bo'ldimi uyga qaytish kerak. Srochno. Jackpot deganlari shu bo'lsa kerak. Ana olmasam. It qimmatga tushdi. Itni meni qo'yimni o'ldirishi qimmatga tushdi. Juda ham asabim buzildi meni. Bo'ldi, va shisha asabim buzildi meni. Vayda. Shomda ko'chada yurmadi, bekorga aytishmaydi, mana shunaqa narsalar bo'ladi. Qo'y topolmadim, shu bitta katta joyda, sigirlar. Ke sigirjonim. Shuncha sigira. Kelinglar. Akra yo'lda ro'parasida chiqib qoldilar. Kelinglar. Ke. Bolalar, birinchi bizni fermamiz bo'ldi. Nahotki sigirlarni o'zi ko'paytirdik. Bolalar, endi qo'yga navbat keldi. Qo'y. Keyin tovuqni ochamiz, bolalar. Mana kichkina sigirchamiz bor. Mana yana bitta kichkina bor. Bo'ldi, bolalar, biz ancha kuchaydik. Chiqasanmi? O'dir. Chiq. Yo'qol bor, ko'zimga ko'rinma. Tak, bizga endi qo'y kerak bolalar. Bambuklarimiz ham ikkinchi qatori pishib qopti, zo'r. Yaxshi. Abi kerak bo'ladi. Men lekin hali ishlatishni bilmayman, bu kitoblardan bir narsalar qilishni. Kerak bo'ladi bolalar. Ikkita somonimiz bor. Mashlarda qo'y bor ekan demak. Sigir 3 ta topib keldik. Demak qo'y ham topiladi. Chaproqdan qidirishimiz kerak, chunki bat yashilroq. Ana mol bor. Qo'y ko'rdim. Bo'ldi. Qo'y ko'rdik bolalar. Keling bolajonim. Bu yana bittasini olib kelamiz. Keling. Kelingchi. Qani. Bitta pushti daraxtzorlar bor ekan. Kelinglar. Ke, do'dir, ke. Nima bu do'diryapti?
Tak, vallahi bu qo'ylarni olib borib olsak bo'ldi уже. Missiyamiz почти tugadi. Juda katta ish qilgan bo'laman bori hozir agar bularni ham olib borib olsam. Tushib ketdi. Ke. Qale bolalar, bo'lmish hayoti ancha kuchayibdimi? Tak, qani. Bitta qoraga beramiz, bitta oqqa beramiz. Nima bo'lar ekan? Oo, kichkina seri tug'ildi. Seri tug'ilib qoldi. O'ta go'zal, o'ta go'zal. Chiqib ketmoqchi bular. Somonimiz hozir bo'lsin-da, biz ko'rsatamiz bularga. Bu bratanlarga ham suv olib kelib qo'yamiz hozir. Maktan yurma. Tak. Tak. Yana suv. Shu bu o'lib qolishmasin bular. Sigirlarimiz katta bo'lib qoldimi, bolajonlarimiz? Yo'q. Ishqilib bularga hech nima bermasam o'lib qolmaydimi? Tak, endi suyakni olamiz bolalar. Bo'ldi. Biz уже почти hamma narsani qilib bo'ldik. Yetadi. Hozir biz endi suyakni olamiz. Bitta bunaqa narsani qilib ko'ramiz. Dostlayam uka. Tak. Bo'ldi. Endi bitta narsa qilib ko'ramiz. O pishinitsamizni ko'paytirib tashlamoqchi bo'lamiz. Tak, mana. Ana sizlarga bug'doy 16 ta bo'ldi. Tak, endi joyga qilib ko'ramiz. O'ta go'zal. Nimami chekkaga bitta. Bo'ldi bolalar. Bizda уже 6 ta somon bor. Endi borib anular yana ko'paytiramiz. Endi qo'ylar ko'paytiramiz. Kichkina qo'ychalar. Qo'shay. Qani, kechi, oq. U seri ham katta bo'lib qopti. Sevishinglar. Kichkina qo'ycha, yaxshi. Qani kelishchi. Qo'ylarimiz ancha ko'payib qoldi. Qoch, chiqib ketma. Mana. Kel. Qani, endi bok kerak bo'lmayapti. Bu mana, negir. Bo'ldi. Ancha ko'payib qoldi bolalar. Mana bolalar, bizni qo'ylar, bizni sigirlar. Mana shu bizni fermamiz bo'ldi, bolalar. Endi bolalar, biz niyatimizni aytdik, bo'lmishdan fermergacha dedik, mana yarimiga keldik, xudo xolasa. Bolalar, agar bu qism yoqqan bo'lsa, yana 3-qismni chiqaraman. Bitta like va podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin bolalar videoga. Yoqqan bo'lsa agar. Keyingi videoda yana nima qilsam bo'ladi, o'sha maslahatlaring bo'lsa, kommentariyaga kirib yozib qo'yasizlar bolalar. Bu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Rahmat katta. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Mana ko'rdilar, oxirgi rezultatlar mana shular bo'ldi bolalar. Mana fermachamiz biz. Hammaga rahmat, hamma o'zini ehtiyot qilsin. Xayr.